Qabrga qo'ygandan keyin Alloh taoloning qudratini qarang. Jasadni qabrga qo'yyapmiz, hech narsani sezmaydi u, lekin nimani sezadi? Ustiga tuproq tortilayotganini sezadi. Gum qilib tashlanadi-ku. O'shanda shuni sezadi. Na qimirlay oladi, na gapira oladi, na hech narsani sezadi, lekin ustiga tuproq tortilayotganligini sezadi, birodar. Qabrga qo'ydi, ustiga tuproq tortildi, jamoat ketdi. Munkar nakir keladimi savol-javobga? Keladi. Xo'p, munkar nakir kelganda nima deydi? Da'ni fa yusolli deydi. Meni qo'yib yuboringlar, men 2 rakat namoz o'qib olay deydi. Ihson qilay demaydi, ota-onamdan xabar olay demaydi, shirkatlarim bor edi, o'shani ahvoli nima bo'ldi demaydi, bolalarim bor edi demaydi. Meni qo'yib yuboringlar, men 2 rakatgina namoz o'qay deydi.